Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi o'tiladigan mavzuyimiz yanchish jarayoni. Yanchish jarayoni tegirmon haqida umumiy ma'lumot. Ya'ni yanchish jarayoni tegirmonlarda olib boriladi. Mana tegirmonning juda ko'p turlari bor butun dunyo bo'yicha. Asosan ko'proq foydalanadigani barabanli tegirmonlar, ya'ni baraban shaklda joylashgan gorizontalli tegirmonlar yanchish jarayoni amalga oshadi. Bu tegirmonlarning o'zi o'sha rudani nimada yanchishi, ya'ni nimani hisobiga yanchilishiga ko'ra to'rtta turi bor. Birinchi turi sharli tegirmonlar. Sharli tegirmonlar tegirmonga kelayotgan o'sha maydalash jarayonidan chiqqan rudalarni sharlar hisobiga yanchiydi. Ya'ni bu ishlab chiqarish fabrikalarida bo'lmagan, o'sha boyish fabrikalarida bo'lmagan tomoshabinlarga qiziq bo'ladi. Mana sharli tegirmon baraban shaklida joylashgan. Baraban hajmining 40-45% temir sharlar bilan to'ldiriladi. Bu sharlarning o'lchami tegirmonga kelayotgan rudaning o'lchamiga qarab tanlanadi. Ya'ni bu sharning o'lchami turli xil. Qaysi bosqichda qo'llanishiga ko'ra tegirmonlar turli xil temir sharlardan foydalanadi. Tegirmonning mana bu qismida zub tishlari bor, ya'ni vines deyiladi. Bu vineslar maxsus valshestirma orqali sinxroniy dvigatelga ulangan. Sinxroniy dvigatel aylanishi natijasida bu vinesdagi valshestirmani aylanish hisobiga tegirmon harakat yuzaga keladi. Harakatlanish natijasida ichidagi sharlar yuqoriga ko'tariladi va og'irlik kuchi natijasida pastga tushadi. O'shanaqa holatda ishlaydi, ya'ni yuqoriga chiqadi, pastga tushadi. Mana bu tegirmonning ichki qatlamida himoya futurovka qoplamalari bor. O'sha futurovkalar hisobiga yuqoriga chiqadi, pastga tushadi, yuqoriga tushadi, pastga tushadi. Shuni natijasida mana bu joydan, ya'ni kiruvchi qismidan ruda kirgandan keyin bu temir sharlar rudani o'ta maydalab tashlaydi. Mana yanchishga kelayotgan rudaning eng katta bo'lagi 10-25 mm orasida bo'ladigan bo'lsa, yanchish jarayonidan keyin uning kattaligi 0.5 dan 0.02 mm orasida bo'ladi. Endi 0.02 dan ham mayda qilib yanchib tashlaydi, lekin bu 0.02 dan maydasi boyitish jarayonida o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatgani uchun 0.02 gacha dedim. 0.02 dan maydasi shlam deyiladi. Boyitish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'sha barabanli tegirmonlar o'sha 0.02 gacha maydalab beradi. Boyitish jarayonida katta afzallikka ega, ya'ni sharli tegirmonlar o'ta mayin maydalaydi. O'ta mayin maydalab, qaysi boyitish turida o'ta mayin yanchilishi kerak? Albatta to'g'ri flotatsion yo'l bilan boyitishda sharli tegirmonlardan foydalanadi. O'sha o'ta mayin, ya'ni yuzasi to'liq ochish holatiga olib keladi sharli tegirmonlar ishlashi natijasida. Bu tegirmonning afzallik tarafi o'sha unumdorligi, soatlik ishlab chiqarish quvvati yuqori, maydalangan, yanchilgan mahsulotning mayinlik darajasi yuqori foizda, tayyor sinf deyiladi. 0.071 mm miqdori ham bu tegirmonlarda yuqori bo'ladi. Buni kamchilik tarafi, bu tegirmonning ishlashi uchun elektr energiya ko'p kerak, chunki tegirmonning 45% gacha shar yuklangandan keyin buni harakatlanishga keltiradigan sinxroniy dvigatellarning ham tok iste'moli ko'p bo'ladi. Bu bir bo'lsa, ikkinchi mana bu temir sharlar yuqoriga ko'tarilib pastga rudani yanchishga hamda futurovka himoya qoplamlariga tekkan paytda yoki o'z-o'ziga urilgan paytda sharlar yediriladi. Tabiiy holat, bu zarb natijasida yedirilib yanchilgan mahsulotdan qo'shilib chiqib ketadi. Natijada temir sharlarning miqdori kamayadi. Buni kamayganini to'ldirish, ya'ni sharning miqdori kamayib ketaversa, yanchish unumdorligi tushib ketadi. O'shaning uchun har kuni bu tegirmonlarga o'zini maxsus sarf miqdori mavjud. Har bitta fabrikada hisob-kitob qilinadi. O'sha kelayotgan rudani miqdoriga qarab
bularning shar sarfi miqdor belgilangan. O'shancha miqdor har kuni yuklanadi. Ya'ni shar iste'moli yuqori. O'zbekistonda temir konlari mavjud bo'lsa ham hozirgi vaqtda temir ishlab chiqarish, birlamchi temir ishlab chiqarish fabrika zavodlari mavjud emas, bizda ikkilamchi. O'shaning uchun temirning tannarxi bizga juda katta qimmatga tushadi. Temir iste'moli juda katta tegirmonlarda. Mana shu 5 metrlik tegirmon deb oladigan bo'lsak, o'sha tegirmon norma ishlash uchun 100 tonna atrofida ichida shar bo'lishi kerak. Har bir tegirmon. Har kuni u isrof bo'ladi. Isrof bo'lganini to'ldirish uchun har kuni yuklanadi shar. Shar iste'moli yuqori. Keyingi tegirmon sterjenli tegirmonlar. Sterjenli tegirmonlar buni ko'rib turibsizlar, bu ham baraban shaklida joylashgan. Faqat yanchuvchi jism sifatida bu sharlar emas, temir bo'laklari. Sterjenlar ishlatiladi. Sterjenli tegirmonlar o'sha quruq yanchishda, asosan dag'al yanchishda ishlatiladi. Suv yo'q, o'sha quruq yanchish jarayoni amalga oshyapti. Bundan katta miqdorda chang ajraladi. Sterjenli tegirmonlarning ishlab chiqarish quvvati yuqori emas, yanchilgan mahsulotning ham mayinlik darajasi sharli tegirmonlarga nisbatan bir necha barobar past. Keyingi tegirmonimiz o'z-o'zini yanchuvchi tegirmon. Eshitilishi qiziq, o'z-o'zini qanaqa yanchadi? Ya'ni mana bu o'z-o'zini yanchuvchi tegirmonlar barabanli sharli tegirmonlarga nisbatan mana bu tegirmonda uning uzunligi diametriga nisbatan bir necha barobar uzun, diametri qisqa. O'z-o'zini yanchuvchi tegirmonlarda diametri uzunligiga nisbatan bir necha barobar yuqori. Sababi bu tegirmonlarga hech qanday yanchuvchi jism solinmaydi. Birinchi bosqich maydalash jarayonidan chiqqan yirik 200-300 millimetrlik rudalar shu tegirmonga yuklanadi. Suv beriladi va yuqori katta o'lchamdagi rudaning yuqoriga chiqib pastga tushishi natijasida mayda rudalarni yanchib beradi. Bu tegirmonning afzallik tarafi o'sha yanchuvchi jism talab qilmaydi, o'sha shar iste'moli, sterjen iste'moli yo'q. Iqtisodiy tarafdan yaxshi. Kamchilik tarafi bor. Bu tegirmonning kamchilik tarafi tegirmonda faqat yanchish jarayoni amalga oshmaydi. Birinchi bosqich maydalashdan kelgan ruda dastlab bu tegirmonda maydalanadi. Maydalangan ruda keyin yanchiladi. Maydalangan ruda kirib kelayotgan keyingi yirik rudalar hisobiga yanchiladi. Maydalash va yanchish jarayoni bir vaqtda olib borilganligi uchun bu tegirmonlarni mexanik qismlari tez ishdan chiqadi. Ya'ni buni ta'mirlash muddati sharli tegirmonlarga nisbatan qisqa muddatda keladi. 3 oyda, 4 oyda, 5 oyda o'zi buni himoya qoplamlari almashtiriladi. Bu zarb natijasida bu tegirmonni aylantiradigan sinxronli dvigatellarga kuch keladi. Bularda ma'lum bir muammolar yuzaga keladi. Mana shu uni kamchilik tarafi bo'lsa, afzallik tarafi bu tegirmonning ishlab chiqarish quvvati juda katta. Masalan 500 tonna, 800 tonna, 1000 tonna soatiga rudani maydalab yanchib chiqarib yuboradi. Buni texnologik rejimi, buni ishlab yanchish jarayoniga ta'sir etuvchi omillarni keyingi darsligimizda ko'rib chiqamiz. Biz bugun faqat tegirmonni turlari bo'yicha gaplashamiz. Keyingi tegirmon yarim o'z-o'zini yanchuvchi tegirmonlar. Ya'ni nimaga unaqa deyapti? Yarim o'z-o'zini yanchuvchi tegirmonlar. Bunda tuzilishi o'zini-o'zi yanchuvchi tegirmonlarga o'xshash. Diametri uzunligiga nisbatan katta. Lekin bunda o'sha tegirmon hajmining 10-15% gacha shar yuklanadi, temir sharlar. O'sha sharning hamda yirik rudalarning hisobiga yanchish hamda maydalash jarayonlari olib boradi. Bu tegirmonni ham o'sha ishlab chiqarish quvvati yuqori, soatga ishlab chiqarish quvvati. Bundan olinadigan yanchilgan mahsulotning ham mayinlik darajasi yuqori.
shar iste'moli sharli tegirmonga nisbatan kamroq. Buni ham o'sha muammosi o'sha maydalash hamda yanchish jarayoni amalga oshganligi uchun shu mexanik qismlari tez ta'mirtalab holatiga kelib qoladi. O'sha buni salbiy tarafi. Mulohaza qilib ko'rsalaringiz, o'sha tegirmon, barabanli tegirmonlarning o'zi tuzilishiga ko'ra o'zgarsa, uni ish jarayoni ham o'zgaryapti. O'shaning uchun barabanning tuzilishiga ko'ra ham tegirmonlar turga bo'linadi, bir necha turga. Agar barabanning diametri uzunligiga nisbatan bir necha barobar katta bo'ladigan bo'lsa, bunday tegirmonlar qisqa tegirmonlar deyiladi. Qisqa tegirmonlar o'zini yanchuvchi tegirmon yoki bo'lmasa yarim o'zini qayta yanchar tegirmon sifatida ishlatiladi. Agar tegirmon uzunligi diametriga nisbatan bir necha barobar katta bo'ladigan bo'lsa, ko'ryapsizlar, uzunligi diametriga nisbatan bir necha barobar uzun. Bunday tegirmonlar uzun tegirmonlar deyiladi. Uzun tegirmonlar asosan o'sha ohak tosh, sement ishlab chiqarishda, qisman o'sha foydali qazilmalarni ham o'sha yanchish jarayonida ishlatiladi. Uzunligi juda katta. Bu har bir barabanning har bir qismida mexanik kuch ta'sirida o'sha muammoli vaziyatlar yuzaga keladi. O'shaning uchun uzun tegirmonlarda yanchish jarayonida hozirgi vaqtda ko'p qo'llanilmaydi. Keyingi turi, agar tegirmon diametri uzunligiga nisbatan yaqin bo'lsa, ya'ni uzunligi tegirmon diametriga yaqin yoki qisman uzun bo'ladigan bo'lsa, bunday tegirmonlar o'rta tegirmonlar deyiladi. O'rta tegirmonlarda asosan sharli tegirmon sifatida foydalanadi. Sharli bu tegirmonlarning soatlik ishlab chiqarish quvvati uzun hamda qisqa tegirmonga nisbatan kam, lekin bularning ish unumdorligi yuqori. Bularning foydali ish koeffitsiyenti yuqori. Ya'ni boya o'zini yanchuvchi hamda yarim o'zini qayta yanchuvchi tegirmonlarda ta'mirlash muddati ko'p dedim. Ya'ni ularni foydali ish koeffitsiyenti past yuradi. Sharli o'rta tegirmonlarda, ya'ni baraban o'rta deyiladi, diametri uzunligiga yaqin bo'lgan tegirmonlar foydali ish koeffitsiyenti yuqori. Buni afzallik tarafi. Bugun qisqacha o'sha yanchuvchi tegirmon turlari haqida gaplashib o'tdik. Keyingi darsligimizda bu tegirmonlarning ish faoliyati qanday yanchadi, bu yanchish jarayoniga ta'sir etuvchi omillar, ularni bartaraf qilish yo'llari bo'yicha gaplashamiz. Savollaringiz bo'lsa, o'sha savollaringizga javob video ma'lumot sifatida javob yozamiz. Kanalimizni kuzatib boring. Agar sizlarga qisman foydali ma'lumot berayotgan bo'lsak, biz o'sha maqsadimizga erishyapmiz. Salomat bo'ling, e'tiboringiz uchun rahmat.